Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana navbatdagi teplovoy nasoslarimizni подключениyaini qildik. Bu hozircha invertor shitlarimiz, invertor sovutish panellariga akkumulyatorlar hal qo'yilmagan. Подключение qildik. Bu yerda ishimiz hali 80% bitgan, 20% hali bitmagan. Sababi elektrikasida ham 80% hali bitmagan, bitib 20% hali bitmagan, chunki akkumulyatorlar qo'yilmagan. Hozir davlatdan olib ko'cha qolgan bo'lgan hisobidan kunduzi panelda ishlayapmiz. Hozir yo'q qo'yganmiz. Hozir qadachalarimiz 50 tur, apretga 50. Yoqqanimizga 1,5 soat bo'ldi. Ishlab turibdi. Teplovoy nasosining datchiklari. Podachasi 58, 57, bu 70 ga qo'yilgan. Sababi bu teplovoy nasosimiz Kraft firmasi bo'ldi. 290 furionda ishlaydi. Bu degani bizga 70 gradusgacha, 70-75 gradusgacha issiqlik bera oladi. Issiqlik 70 gradus, 75 bu xonadonlarga mo'ljallangan, basseynlarga emas, parklarga emas, spesialli xonadonlarga mo'ljallangan teplovoy nasos. Endi bir chekkadan aytib o'tamiz. Yerni yonkis, группа безопасность, bo'lilarimiz, podacha apparatlarimiz, bitta ikkita teplovoy nasos qo'yilishi kerak. Hozir bittada ishlab turibdi. Bittasiniki turib haydovlarimiz qo'yilgan. Отопление uchun teplый pol ishlatilyapti. Radiatorlarimiz bu teplый pol uchun qo'yilgan nasos. Bu fankoylar uchun hali ulangani yo'q. Sababi fankoylarimiz hali qo'yilmagan. Xuddi shu sxema bo'yicha mana sekin qo'yilgan. 80% bitgan. Hali chunki bizda hozir bitta yana bitta yonkis qo'yiladi. Bitta yonkis отопление uchun suv zaxirasiga, ikkinchisi pitvoyga qo'yiladi. Mana bitta filtrlarimiz turadi. Xullas shu mana ishlayapti. Maslahat yoki qandaydir murojaatlar bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qiladi. Telefonlarimizni yozib qo'yamiz. Komandning ustalari bilan bog'lanasizlar. Hozir 60 gradusgacha chiqib berdi. Hozir yana yarim soatlarda 70 gradusgacha chiqadi.